Biz mana shu yerga o'zimizning fermer xo'jalikka Iosif Stalin degan arpani ekkanmiz. Mana shu yerga 200 gektar maydon, elita sortlari, o'rtacha hosildorligi 150 sentr. Bu degani 15 tonna gektariga beriladi. Mana ko'ryapsiz. Yaqinroq olib kelyapsiz. Mana ko'ryapsiz. Mana har bitta arpani mana ko'ryapsizmi? 6 qator. 10 etaj. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 etaj ekan, mana ko'ryapsiz-da. Mana hammasi bir xil. Birorta begona o'ti yo'q. Toza maydon. Agar mana shu O'zbekistonda har qanday fermeri bizga murojaat qilsa, biz o'zimizning fermer xo'jaligimizdan promoy posredniksiz biz har qanday fermerga dastavka qilib berishimiz mumkin. Hosildorligiga yana bir marta aytaman, 150 sentr, gektariga 15 tonna. Mana marhamat ko'ring, agar ma'qul chiqsa O'zbekistonning fermerlari bizga murojaat qilsin, biz o'zimizning fermer xo'jalikdan Krasnodarskiy kraydan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri eksport qilib berishimiz mumkin mana shu arpalarni. Mana ko'ryapsiz, arpa dengizdek bo'lib yotibdi.